Salom barchaga. Bugun biz eFootball klon qilishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib bizni Renix Spacer kanalimizga obuna bo'lib, laykni qizartirib qo'yamiz. Va biz undagi Play Market kirib turib, parallel space deb qidirasizlar. Bular original emaslar, mashinik bular. O'xshamaydi bular. Pastroq qilib turib mana parallel space shuni tortasizlar, shuni o'zini mana. Boshqa hech nimasi yo'q mana. Hozir chiraman mana ichiga. Agri and Queen hozir men video to'xtab turaman. Reklama chiqadi. Va shunda oyna chiqadi sizlarda ham. Mette ezasizlar mana. Davay fitness turib mana eFootball ezasizlar va mette qo'shiladi hozir. Checking off that Nvidia resource are for that bas 2.5 GB ga yuklaysanmi deyapti. Wi-Fi da mana hozir sizlar internetda bo'lsa internetda chiqadi. Biz update ezamiz. Mashina to'lishini kutamiz endi. Wi-Fi da bo'lsa tez bo'ladi, internetda sal tezroq bo'ladi. Yaxshilab bitta internet. Hozir tortib bo'lgandan keyin video davomini qo'yaman. Va 100% bo'ladi. Bitta ezib kirasizlar. Ezasizlar mana hozir taqib ko'ryapman orqadan. Xuddi shunday narsa chiqadi. Buni ezasizlar mana. Autocorrect ezasizlar, autocorrect mana narsalar ezmaydilar. Bitta autocorrect ezasizlar. Checking for update, processing gem files, mana shunday bo'lishi kerak. Men inglizcha tushunmayman. Price. Va mana shunday narsa chiqadi. Va eFootballga olib kirib ketadi. Va eFootballga olib kirib ketadi. Va ana hozir. Hop. Mana shunday yozik tanla deydi mana. U inglizcha. Region tanla deydi. Hozir regionda O'zbekiston of next ezita suratlarni next confirm. Va mana yangi akkaunt ochadi hozir. Welcome to eFootball deydi mana. Yangi account Apex deb tashlaymiz. Next deb tashlaymiz. Farqi yo'q bizga. Mana nickname qo'ydik mana. Va olib kirib ketadi hozir. Hozir. Keyin kodni qayerdan olishni ham hozir o'rgataman kirib. Hop. Hozir update bo'lgan keyin vaqt video cho'zilib ketyapti. Leave update progress. Tezroq to'xtasa endi bit. Torchni kutamiz. Hop. Почти visual bo'ldi почти. Mana hozir kirib ketadi esga. Yangi akkauntga. Agar kim bu narsalarni qilishni istamasdan pulga qildirmoqchi bo'lsalaring, biodagi va Telegramga ikkosidan bittasiga Telegram kanalimni qoldirib qo'yaman. O'tib menga yozsalaring o'zim qilib beraman pulga. Arzon narxlarda. Welcome to eFootball. Start next deb ko'rasizlar. Next mana yangi akkaunt ochildi. Hop. Beriladi. Metta hozir Messi'ni olib tarkibga qo'y deydi. Shuni qo'ygandan keyin step 2 gacha olib borib bersizlar, ikkita mashq qilib, shu bilan kod kiritasizlar. Ungacha men step 2 ni bajarib videoni davom ettiraman. Step 2 ni hozir. Va mana do'stlar, akademiyaga kir deyapti. Kirgandan keyin mana metta skill up deyapsizlar. Mana shu bittasini sizlar, va ikkinchisini sizlar, shu bilan kod kiritilgan joy ochiladi. Ungacha kiritib bo'lmaydi. Hozir o'ynab bo'lib, keyin videoni davomini qo'yaman. Va mana o'ynab bo'ldi, ikkinchisini ham mana. Bo'ldi, endi kod kiritsa bo'ladi. Check later deymiz. Va hozir 1 minut sizlarga eslatamiz.
Men pastda ovozini o'chirib turayman, avtoriskiga beraman o'zim avtorisk. Va mana do'stlar o'chirib qo'ydim muzikani avtoriskiga bermaslik uchun mana. Maqom mashina chiqadi. Step 2 ni o'ynab bo'lganlaridan keyin shu narsa chiqadi. Ekstras tezasizlar mana ekstrasda izlaganlaridan keyin Invitiat o'ma o'sha xillas. O'sha tezasizlar. Mana mashta kod kiritish, metdan kod olish. Hozir misol uchun o'zimni kodimni kiritaman. O'zi hammasini olib bo'lganman, просто dach. Hop, to'laqan tut. Mana o'zim kodim. Mana 2 coins beradi hoshiyatda. O'sha olmoqchi bo'lgan akkauntlaringdan kod olaman deb turib o'sha yerga kiritasizlar. Hozir kod olishni ashga kirasizlar. Innovationga kirasizlar. Mana mana shu narsa chiqadi. Mana shu kod olasizlar akkauntlaringdan oldin. Va xuddi shunaqa qilib men shuni bir minut oldin shunaqa qilib kirsizlar, 2 coin olib. Men akkauntga 50 coin, bu akkauntga 2 coin beradi. Mana hozir ochib ko'ramiz 2 coinsga. Hop. Bu video olishdan oldin ikkita akkauntga bittasidan bir o'ta tushdi, bittasiga Romario tushdi. Shu akkauntlarda konkurs qo'raman, channel bepul. Tushunadingiz. Hop, video ham 7 minut 8 minut bo'lib ketyapti. Foydali video bo'ldi deb umid qilaman. Kanalimga obuna bo'lib, laykni qizartirib qo'yamiz.